do'stlar, Abstract Ustyanga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan internet kafe sulyapmiz. O'yinni o'ynab mazza qilib hordiq chiqarishga harakat qilamiz. Bu o'yinda kerakchi yana biznesni boshlaymiz. Biznesmen nomini o'zgartirib Abstract Cafe'da nima qiladi deb boshlaymiz. Ana Abstract Cafe. Sizlardan bitta iltimos, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosibsizlar. Bo'lmasa biz sekin biznes boshlaymiz bu o'yinda. Qachonchi rakina endi bu tezlashing tog'o. Bu o'yinga kirib oldi-yu. Voy. Buncha tezlashtirmasak bo'lmaydi. Ekan endi ko'chaga chiqamiz. Biznes boshlash kerak. Voy, yuguryapti, tog'a yuguryapti. Qarang, yo'qotingda yozuvlaringizni beradi. Qani bizni kapitalga qaytaylik. Mana yerda chiqadi. Eshikni sekin ochib turib, voy, axlatdi. Shibra, olas nomi nima edi? Shibra. Shuni olib turib tozalashni boshlaymiz-da. Lekin unga bu videoga bosibsizlar. Hozir tozalab tashlab turib, hozir tozalab turib biznesni boshlaymiz. Biznesmen. Abstract biznesmen degan eshitamiz. Endi eshitasizlar-da. Qanday? Men biznesmen. Ba'zi yaxlitlari. Tozalash kerak. Kompyuterlarni ochib, sekin biznesni boshlaymiz. Bu endi o'zimizda o'shna qiladi, nima qilardi endi. O'sha kompyuterlarni ochib biznesni boshlaymiz, xullas. Qisqasi. Gaplar esimdan chiqib ketyapti. Axir cheksakan bo'ldi-da, sigaretli bo'lar. Qora qoplarnimi? Shbabrada tashlaymiz-da. Tozaladimi? Tozalaribdi-yu. Yo'qotincha qanaqa to'g'ramiz-da. Bu xoromdan sani olish kerak hozir. Ora. Qanday? Sekin o'rindiqqa o'tirib, narsalar buyurtma qilishni boshlaymiz. Start computer. Bosdik qarochi, nima bo'lmadi, bilib bo'lmadi. Qancha ishlaydi endi bu? Zamanzor, shuni bosamiz. Qaysi bosib, o'rindiqdan yetirib turib, bu birinchidagi buyurtma qilib qo'chay barat nima bu ashadlodi. Notebookga kirib turib, notebookdan bittasi buyurtma qilib bayt yetirib turib, bundan ham bo'lsa buyurtma qilib endi arzonroq kerak-da bizga, to'g'rimi? Brat. Chichay. Bizni korobkalarimiz ketdi-yu. Bittasi ketdi. Arib joylashtiramiz. Fox bular. Shu payt bu yerdan chiqib qoladimi? Tepadan chiqib qoladi. Ana. Tepadan chiqyapti. Bu notebook bo'lsa kerak. Ana notebookga ketdi. Bilaman va. Bu haligi nima deyiladi endi? Stolmi, nima deyiladi? O'sha mashhur. Ana bilan bu qani bosamizda. Mo'mostirib sekinlashtirdik. Notebookchamizni qo'lga olib turib, sekin aylantirdik. Fut. Endi o'rindiqni olish kerak-da. O'rindiqni olib turib, yo'qoting.
Va, tayyor. Bunu endi bunday qilib qo'yish kerak edi. Open ochiq turadi bu yo dargisimi? Bilganlar kommentariyada yozib ketamiz achalar. Qanday? Tog'a bosh joy bor, tog'a bitta kompyuter bor, kirmaysizmi? Ana xarob etyapti hozir. Ash chaltitohr. Tog'a bosing. Sen nima qilyapsan? Bildim-da yo'llarim. Bildim, bash xarobi hamma men narsamni o'g'irlamoqchi bo'ladi. Nima bu? Menga o'ylayapsiz. Yana narsalar buyurtma qilishni boshlaymiz. Yana mana kechirib turib, yana bitta o'rtonidan buyurtma qilib. Notebook kechirib, bitta arzon buyurtma qilib turib, notebookga o'rindiq qochirib, o'rindiqdan ham arzonrog'ini buyurtma qilib. Bunda oldingilar ham ja qimmat emasdi, endi hozirgilardan qimmat. Mana bizim narsalarimiz o'tyapti bittasi. Bu hali yerda yo hali katta stol va ana. To'g'ri, yaxshisiz qarasiz bu. To'g'ri, politsiyachimiz, politsiyachi ekan. Ikkinchi darsimiz ham deyildi. Bu notebookda ana bobichki yapti. Hey. Ne qilib turib. Nima qo'yib? Boshqa qo'yib bo'lmayapti. Balay. Mana duvalga chizib ketdi, oybirat. Nima qilyapsiz aytding? Bola-chaqangizni boqing, biz ham bola-chaqa boqish uchun, yo o'zimiz qornimizni to'ydirish uchun kompyuterni ochdik-da, endi nima qiladi? Bu o'rindiqni ham olamiz, o'ta arzon o'rindiq. Tog'a ketib qo'yapti-ku. Bu narsani kerak. Tog'a pulni bermasdan nima edi? Ana. Tog'a pul to'lab ketdi. To'lab ketmaganda ham dubinka bilan qilib bardim, to'g'ri bor-ku. Shuni urasizlar. Uni ham undaroq turib. Ikkita joy. Ikkita joy bo'sh. Kirmaysizlar bu. Opa kirib ketyapti. Opa bosing. Ikkita joy bor, bittasiga o'tiraverasiz. Ana. Biznes boshlandi, qaror. Ikkita joy biznes boshlandi. Aytyapman hali. Nimadirlar qilish kerak jigarlar. Hey. Opa nima o'ylayapti? Opa yoqqa mashina nimadir o'ylayapti. Bosh joy. Bitta bosh joy. O'tiribmiz, opani o'qiyapsiz. Qalay, bitta bosh joy bor. To'g'ri nima sotyapsiz? To'g'ri chiqarib qo'ying. Qanaqadir bu. Anaqa sotyapsiz ekan. Bu opa chiqib ketdi. Opa pul oldik. Nimadir yana. O holda qatar edi bu. Varilar. Qancha bor? Yana tongga chiqarib qo'yishdi bizni.
Ye. Yaxshi qo'limi. Ya, hali hech kim kelgan yo'qmi? Ya, bitta akamiz kelibdi. Tamam, Osibek. Nima jo'yadi? Opa, nima jo'yadi? Ne, nas. Chuvolo. Ana bura chiqdi. Bor, kelsin daryoda. To boray daryoda o'ynab turay. Kerak yana bitirasiz o'tmoqlarimiz. Biznes boshlandi degan neta. Endi arzonroqlardan bir vaqt buni bosdik. Arzonroq yo'qotib turay, brat. Ash narsa chiqaman, ezdom oldim. Ezvordi. Bitta notebookni buyurtma qildik. Bitta arzonroqsi. To'g'ri, bosing to'g'ri. Yana bitta joyda qilmasdi. 3 kishi bo'lib biznesni kattashib boshladi. Mana biznes boshlandi. Do'stlarimiz, ana aka nasakami. Qanaqadir narsalar jo'raydi endi bema'ni. Kompyuterdan nas chiqmasa bo'ldi. Nas iye. Ana xo'romi deyapti. Obdurolish kerak bo'ldi. Endi Zaynab ana onasi chiqdi. To'g'rilab ketdi. To'g'ri ham boshlaydi. Ya buni bacha qo'yma. Kim baqiryapti, Zayda? Buni bacha notebookimizni qo'yib, to'g'ri ketyapti bu. To'g'ri berib ketmasdan doz bilasiz. Oltinni mingan ola. To'g'ri mashimida. Ana. Shu pulni oldik. Endi pulni bermadingiz-da, bermayman dedingiz. Shuning uchun endi shuna qilishga majburmiz endi. Mayli. To'g'ri deyapti. Aylantir xoromzoda. To'g'ri askar uchun deyman. Ana. To'g'ri kulmaydi. To'g'ri vahshiy jo'natgan. Qaramosamizda sekin aylayapti. Hozir biznes boshlanadi. Yana bitta to'g'ri keldi. To'g'ri ish vaqti ishlasam. Agar kompyuter o'rnida bo'lmaganda boru. O'ligiz chiqadi. Olamiz. Ana. Uchta joy. Biznes boshlandi. Ana o'rlab ketib boshmasa bu. Ana o'rvatcha deyapti. Sekin ushlab turish kerak-da. Qoch. Ketvordi, o'rtog'i qildi. Ana dubinga ajur berdi agar. To'g'ri ham bu ertalab keldi. Hali nima o'ynayapti, to'g'ri? To'g'ri o'ynayapti, zorona jiraydi. To'g'ri ham nimadir o'ynayapti, yaxshi ko'rmay. Strelgada qilsa. Ikkita bo'sh joy bor. To'g'ri bo'yniga nima bo'lyapti? To'g'ri bo'yniga nima bo'lyapti?
Voy bala, endi. Bizga pulni bersa bo'ldi-ku tog'oya. Ana. Tog'ani o'yna ya. Ana stringga orqasidan bunga yaxshi ko'rinmayapti-da. Voy bitta bo'sh joy bor. Chirmisiz tog'asiz boboda chirar. Voy tog' bosing. Ana sizga bitta addushi zo'r joy bor. Ana. Boschi. Voy tog' ketyapti. Tog' pul to'lab ketmasiz bor. Dubinchadangizda. Bu birinchi nimadirlar qilib. Tog'a bermayman deyaptimi? Ochli brat. Ana! Ko'p pul oldingiz atdi. Pulni bermayman degandan keyin shunda. O'zi 3,5 soat o'ynab turib, bir tiyin pul to'lab. Ya, mollet chumoloq. Ashna narsalar ko'rasan yoki. Opa, bosing opa. Sizga ikkita joy bor, bittasiga o'tiraverasiz. Yo, ikkitasiga ham o'tiravering. Pulni to'layapsiz. Va bitta bo'sh joy bor. Kompyuterxonada turmushlarni bo'ldi. Biznes boshlandi. Endi mana endi biznes boshlandi-da. Opa nima ko'ryapsiz? Opa, o'ylaydi opa o'z qiz bola bo'lib turib. Ashnalar ko'rishi uyalmaysizmi? Voy. Yashaganingiz kerak qolmabdi. Tog'asiz bergadinchi. Bosid ishtiqi. Ya tep ketdi zo'r. Odamlar izvatsi. Tog'asiz bir normalniroq narsa sotgangiz olardi. Buna narsalarni Misrdan sotyapti. O'ta qimmatga. Arzonroq bo'ladi. Hoppa. O'ta qimmatga ketdi tog'a endi. Shuni urasiz. Qochinchi. Hali qizil ko'ylakli olib o'tiradi. O'ylayapti. Pul to'lab ketasiz, topa endi iloj. Biznes boshlandi. Ahoy. Mana mashkam kompyuter qo'yishimiz kerak edi. Hozircha 3 ta joy bor, 3 ta. Biznes zo'r bo'lyapti hozirchalik. Biznes boshlandi, kerakchi. O'tog'a. Nima gap? Bitta bo'sh joy bor. Kirmaysizlarmi? Ya. O'ylina boshdan kelib kelgan ko'chaga. Sizdan o'ylina bu. Mana da uyda bir bola, tog'ayam tualetga ketyapti. Ya, Melisa ekan. Mana bu tualet ekan. Ve yani doğru belara. Toza xonanda hozir tog'ay qolib turibdi. Короче, do'stlar, bugun yetadi o'ylaman, chunki mana biznes ko'rgan bo'lsangiz, o'ta kuchli biznes bordi. Biznes o'ta ham zo'r bo'lib ketdi. Mana shu qilib pulda ham addushi topardi. Video yoqqan bo'lsa kommentariyaga olovcha tashab ketib, kanalga obuna bo'lib turib, bir dona like qoldirib ketasizlar. Biz ham bunda o'ta ham xursand bo'lamiz. Короче, sizlar bilan Evstrak Uzbon videolarni ko'rishgacha joyingiz sog' bo'lsin, xayr do'stlar.